Aytgincha ey ko'zgu, dunyodagi eng chiroyli qiz kim? Dunyodagi eng go'zal va eng chiroyli qiz sensan, faqat sen. Ibi, o'ylay. Ana Instagramdagi chiroyli qizchalarizchi? Ular barchasi effekt. Ular montaj qilib yuzlarini to'g'rilab qo'yishadi. Sen tabiiy chiroylisan. Shunchalik ham chiroyli bo'lamanmi? Chiroyiga ehtiyot qil, ko'z tegmasin. Ey sota qizi, bir soatdan beri dadang chaqiryapti. Nima o'tirsanlar, ha? Ko'zga ko'z o'ynaysan, menga detski banayotganlar. Vat! Uzr oyijon. Uzr ayajon. Ming bor uzr. Ey ko'zga to'xta. Dunyoda eng chiroyli kim? Siz chiroyli ayajon, faqat siz. Xudoga shukr. Kelinimdan chiroyli bo'lsam bo'ldi. Shu chiroyimga bitta isiriq tutatib yuboraymikin, ha.